Qarang, sevgan qizingiz sizga xiyonat qilsa nima qilasiz? Hech nima qilmayman. Qanaqasiga hech narsa qilmasligi mumkin? Qaysi biri maqsadga muvofiq deb o'ylaysiz? U bola bilan urushishmi yoki qizga va'dalar to'g'risida gapirib, просто так o'zimni obro'yimni tushirishmi? Ikkalasi ham variant emas. Успешный o'g'il bola, успешный erkak nima qiladi? Просто так shuna uzoqdan ko'radi. Давайте ichida baxtli edi-da. Ketkazgan vaqtiga achinadi. Naqdga emas, naqdini shundoq hadya qilib oladi. Всё, telefonda omadingni bersin, senga baxtliman deydi. Chunki u qizni u bola katta qilib qo'ygan joyi yo'q-da. Undan ham zo'rini topibdi, bo'ldi. Всё deyish kerak. O'shandan ham zo'r bo'l, qani o'shanda seni oldingga qaytib kelishi mumkin.